Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda oyliklar, nafaqalar va inflyatsiya bo'yicha kutilmagan yangilik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va eng dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 2026-yil may oyida O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi 5,5% ni tashkil etdi. Bu haqida Milliy statistika qo'mitasi e'lon qilgan iste'mol narxlari indeksi ma'lumotlarida keltirilgan. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, may oyida iste'mol narxlari indeksi oylik hisobida 100,002% ni tashkil etdi. Yil boshidan buyon narxlar o'sishi 2,7% ga, yillik hisobda esa 5,5% ga yetgan. Ta'kidlanishicha, yillik inflyatsiyaning sekinlashishidan baza effekti muhim rol o'ynagan. 2025-yilning may oyida ayrim tartibga solinadigan tovar va xizmatlar narxlari keskin oshgani sababli joriy yilgi yillik ko'rsatkich pastroq shakllangan. May oyida oziq-ovqat mahsulotlari narxlari umumiy hisobda 0,1% ga pasaygan. Bunda limon narxi 19% ga, bodring 39,5% ga, pomidor 34,7% ga, sarimsoq 12,3% ga, piyoz esa 2,9% ga arzonlashgan. Shu bilan birga suyaksiz mol go'shti 3,6% ga, guruch 1,6% ga, tuxum 1,5% ga qimmatlashgan. Xizmatlar sektori narxlari esa o'sishda davom etgan. Jizzax viloyatida sovuq suv va kanalizatsiya xizmatlari tariflarining oshirilishi natijasida ushbu xizmatlar bo'yicha respublika o'rtacha narxi 0,8% ga ko'tarilgan. Uy-joylarni ta'mirlash xizmatlari 0,8% ga, ijara to'lovlari esa 0,7% ga oshgan. Transport xizmatlari va yoqilg'i narxlarida ham o'sish kuzatilgan. May oyida benzinning o'rtacha narxi 0,5% ga oshgan. Avtotransport xizmatlari narxlari 1,1% ga, shaxsiy transport vositalarini ta'mirlash xizmatlari esa 1,2% ga ko'tarilgan. Hududlar kesimida may oyida eng yuqori oylik narxlar o'sishi Samarqand va Jizzax viloyatlarida kuzatilib, indeksi 100,3% ni tashkil etgan. Eng past ko'rsatkich esa Qoraqalpog'iston, Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent va Xorazm hududlarida qayd etilib 100,1% ga teng bo'lgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yillik hisobda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari 6,7% ga, nooziq ovqat mahsulotlari 3,7% ga, xizmatlar esa 6,1% ga qimmatlashgan. Yanvar-may oylarida umumiy inflyatsiya o'sishining 56,7% oziq-ovqat mahsulotlari narxlari hissasiga to'g'ri kelgan. 2026-yil aprel oyida O'zbekistonda yillik inflyatsiya 7% ni tashkil etganda, hisobot davrida oziq-ovqat mahsulotlari 1% ga, nooziq ovqat mahsulotlari 0,3% ga va xizmatlar narxi 0,4% ga oshgan. Benzin esa o'rtacha hisobda 1,4% ga qimmatlashgan, deyiladi xabarda.